Assalomu alaykum G'ijduvon chorva muxlislari. Mana bugun Buxoro viloyati G'ijduvon tumani Namatgan yana qishloqda biza mana ikkita boqilgan semiz ho'kizlarimiz yoniga biza. Bugungi sanamizni aytib o'taman. 10-iyun 2025-yil. Ana ikkita ho'kiz boqishga akamiz tashlagan ekanlar. Otlar Muhammad Ali o'zlari videoga tushishdi, xohlamanlar. Ana bularni narxlarini aytib o'tamiz nasib bo'lsa. Bular ana zo'r semirgan. Boqsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladi. Tishi necha yoshda buni? Ikki tishi ekan, tishi. Aha. Tishi ikki tish. Buni necha bilyaptilar? Buni 27 million deyapti. Kelishtirib beraman. Deyaptilar. Endi nasib bo'lsa ham arkasidan ham oling. Yemini yegan, yemini bergan ekanlar. Joylari qattiqroq ekan, tamomroq. Men. Muhammadali endi buni 27 demang, endi buni bo'larini ayting. Mana. Talg'ir ekan ha bu. 26 qilib beramiz. Talg'ir. 26 deyamiz, aytib beramiz. 26. Dastavkachi? Dastavka O'zbekiston. Dastavka O'zbekiston bo'ylab ekan, muxlislar nasib bo'lsa. Bo'larini ayting buni, mana 26 bir aytib muxlislarimiz uchun aniqini ayting buni. Baland qilib aytish foydasi yo'q. 26 dan 2 million aytib berdingizmi? Yo'q. Ha? 25 qilib beramiz. 25, 24 million bo'lsa ketdimi? Yo'q. Nasib bo'lsa. Kamayingiz necha kiloga tushishga amalyapsiz? Bir 240 tala kelsa kerak. 240 tala. Ha, nasib bo'lsa. Ha, bu yerda o'zi yomon so'rayapmiz. 24 bo'lsa baraka qiling. Yo'q. Muhammad Ali. 24 bo'lsa ketsin. Bunisiga o'taylik hozir kelishamiz. Bunisini narxini ayting. Bunisini yoshi necha yosh? 2 yosh, ha bu ham. Shoxlari dahshat ekaniga ikkalasini ham. Puli necha pul buni? 25 deyapmiz. 25 deyaptilar. Aha. Bu o'zi endi pastlikka turgani uchun salgina nima ko'rinishi mumkin. Mayda. Bu yoqqa oling qani? Ketini. Bu tomon. Mana qo'yaydi. Mana. Qassob akalarimiz bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Buni 20 ga qancha qo'shsa berasiz, Muhammad Ali? Astoydil ayting. Bu baribir salgina kichik bundan bo'lsa. 24 qilsa beramiz. 24 bo'lsa, 21 bo'lsa ketsinmi? Yo'q. Baraka deng. 21 bo'lsa ana 100 ming so'mdan 210 kilo go'shtni puliga. Yeyish yaxshimi? Ha, yana boqsa bo'ladimi bularni? Yetibdan oxirini o'zi yalab qo'ygan ekan, ko'rdik. Shu talg'irga havasim ketdi. Kelishtirib ayting shu talg'irni. 25 bo'lsa ketdi aka. Yo, 25 demang, 24 baraka. Bir og'izga toza 24 24 ana dastavka ichiga baraka deng. Bir og'iz. Yo'q. O'ylab ko'ring. Ana muxlislarimiz aloqaga chiqishadi. Nima deysiz? Baqindagi o'zlari boqishga tashlagan mollari bular sotilishga emas ekan. Bular holi yana boqaman deyaptilar. Mana bu yoqda mana bunisi g'unojinmi yoki tuqqanmi bu? Muhammad? G'unojin. G'unojin ha bu. Shved paroda. Ha. Sementalga qo'shilgan ekan deyman. Ketlik Orqali, ha. Buni ham boqib yuribsiz-da? Ha, boqamiz. Necha oy bo'ldi shuni boqishga tashlagansiz? 4 oy bo'ldi. 4 oy. Puli necha? Yo'q, yo'q. Puli necha pul edi? 14 million. 14 million tashlagansiz, ha? 300 kilo go'sht bormi nasib qilsa? Nasib. Necha oy bo'ldingiz bunga? 4 oy.
To'rtoy, ha? Ha. Zo'r bo'lib Ey, chiqish tegmasin. olmaysizmi? Bu yerdan. Qirg'izdan aytgan. O'zimiz bozordanmi? Ha. Odiydan kelgan. Odiydan kelgan ekan. Ana bu kichkamizni ham oling. Ana bu sementalga qo'shilganmi? Greenfordgami? Greenfordga qo'shilgan. Greenfordga qo'shilgan, ha? Gibrid. Gibrid. Tish buzmagan bo'lsa kerak, ha? Yo'q, yo'q. Ana go'sal ekan, ha, nasib bo'lsa. Bu necha oy bo'ldi bunga? Bunga 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi, ha? Bularning retsept qanday bo'ladi blok? Berishga reseptlar. Samon, shilqa, kipak, shirot, sinaj. Shirot necha kilo berasiz bir mahal? 1 kilo. 1 kilo. Ha, issiqqa 1 kilo, ha. Mana paranglar ham qo'ygan ekanlar, mana. Buni nasib bo'lsa, Yo'q. qotib qolibdi bu. Ha, bunisi. Buni bir mo'ylash kerak ekan, qotib qolibdi. Bunisi-chi mana bu katta ekan, ha, bu jasad estolladami o'zimizni? Bu eston. O'zimizni eston Qizil o'tkazadi. estonlardan. Nasib zo'r ana. Jasadi ham bino katta ekan. Buni yoshi necha yosh? Bu go'sal avlod. Bu ham ana ko'rdingizmi, bo'lsa go'sal ekan o'li. Ana o'zimizni mesni estollar ham zo'r bo'ladi. Bunga necha oy bo'ldi? Bunga ham 6-7 oy bo'ldimi yoki 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi? Olgan paytda ham katta bo'lganda. Katta bo'lgan, arriq bo'lgan. Ha, araq. Nasib. Bularni olib yegancha boqasiz, ha, nasib bo'lsa. Yangi Sentyabrgacha, yangi yilgacha yilgacha. niyatiz, ha, mana. Ko'rdingizmi, bo'lsa yangi yilgacha nasib bo'lsa bular tonnaga yaqin bo'ladi. Nasib bo'lsa. Bunga bo'lsa ketadi. Ha, nasib bo'lsa bo'ladi, nasib bo'lsa. Go'sal olishmaganiga. Havas qilganlarimiz mana hammani uyiga nasib qilsin shunday. Nasib O'yinlarni bo'lsa. beshta bo'ylash. Muxlislarimiz Bitta like bosing. like, podpiska bosib qo'yinglar, nasib bo'lsa kanalimiz rivoji uchun. Ana shu oldiga turing bitta rasm olay. Bo'ldi. Boya o'shani aytmoqchi edim, mening esimga keldi-da.